WhatsApp hammaga mazgili. Sizlar Gambit YouTube akkauntidasizlar. Bu videoni juda ham ko'pchilik kutdi. Albatta, fokus sekreti plus bu fokuslar bilan qizlarning ko'yniga yo'l topsanglar bo'ladi. Bu video sizlarga 2x quvonch bag'ishlaydi, chunki men hammasini podrobniy sizlarga o'rgataman. O'rgan bo'lib, o'zingiz yoqtirgan qizni ko'yniga yo'l topishinglar mumkin. Bizning YouTube kanalimizda yangiliklar bor. Birinchisi bu 100 mingta bo'lganimiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. 4 oyda 100 mingta bo'ldik. Bor yo'g'i 4 ta oyda. Yetmaganiga ikkinchi yangilik. Bizning YouTube kanalimizda endi galochka ham bor. Tasdiqlangan galochka. Rasmni ko'rsanglar bo'ladi. Va uchinchi yangilik bo'lsa, bizning kumush knopkamiz endi keladi. Yo'lda hali. Tak что kutinglar, xudo xolasa keyingi videolarda kelishi bilan обязательно sizlar bilan bo'lishaman bu narsani. Quvonchli kunimni kim bilan? Sizlar bilan bo'lishmasam kim bilan? Shahriy bilan bo'lishmayman, to'g'rimi? Yo'l otash bilanmi? Kim bo'pti bular? Sizlar bilan bo'lishaman-da. Xo'p, boshladingmi? Ko'p gapirmasdan. Tak что bolalar, birinchi fokusni ko'rinishi примерно mana bunaqa bo'ladi. O'zi umuman odam zotiga kutilmagan narsalar hayrat olib keladi. Hayotda kutilmagan sinovlari, taqdirda kutilmagan hazillari odamlarni hayratlantirgan. Tak что fokuslar ham xuddi shunaqa. Qizni oldiga borib, endi qanaqa podkat qilishni bilmayman. Men o'zingizlar kelishib olasizlar u yog'ini, kartani olib turib, bitta chertib serdichkani qizil qilib qo'ysanglar, qizni miyasida kutilmagan narsa bo'ladi. Sizga bo'lgan fikrlari o'zgarishi mumkin. Tak что shu serdichka qizargani kabi pastga tushib bitta like ga spachga qo'yasizlar. 55 mingta like bo'ladigan bo'lsa, shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Agar 200 mingta bo'lib ketadigan bo'lsa, uchinchi qismini ham chiqarib olaman. Vobshe farqi yo'q menga. 100 mingta bizga kam chunki. 4 oyda 100 ming degani 1 2 3 4 8 oyda 200 ming, 12 oyda 300 ming. 1 yilda men 300 ming bor. 1 yilda 300 mingta obunachi bu ko'p. Ko'tarmaydi bizga. Tak что podpiskani bosib qo'yinglar, biz 1 million bo'lishimiz kerak. Maqsad shu. Bo'lmasa sekretini o'rganishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib yasalishidan o'rgataman sizlar uchun. Davay, pag'inali. Bu fokusni qilish uchun qizil marker и e'tibor berasizlar. Qog'oz olasizlar bunaqa. Bunaqa xilpirab yotadigan emasda, qalinroq karton sifat qog'oz bo'ladi-yu, mana shunaqa olasizlar. И keyin o'rtasiga serdechka chizasizlar. Ketdi. Serdechkani birinchi bo'lib qalamda chizib oldim, chunki markerda birinchi bo'lib chizsam, xato chizib qo'ysa o'chirish iloji yo'q. Shuning uchun birinchi bo'lib qalamda chizdim. Endi markerda chetiga kontur berib chiqamiz. Ichini bo'yamaysizlar. Keyin buni o'rtasini teshib olamiz. Bir xunuvdan bedavo serdechka bo'ldi. Endi o'rtasida oq joyini teshib olishimiz kerak. Go. Oshxonada pichoq bor edi, keyin. Karton qog'ozni kartani razmerida kesib oldinglar, o'rtasiga serdechka chizib teshib oldinglar. И всё. Endi ikkinchi shassiga o'tamiz. Ikkinchi shassiga ikkita karta kerak bo'ladi. Kartani e'tibor beringlar, o'rtasi oq bo'lishi kerak. Hozir qanaqa kesish kerakligini o'rgataman. O'rtasi oq kerak bizga. Ikkita ham sertifikasini kesib tashlaymiz. Bizga kerak emas bu joyi. Kesib tashlaganimizdan keyin endi bu yog'ini qiyshiq kesdim. Okey, men nomerga telefon qilmaysizlar. Bu yog'ini mana bunaqasiga kesamiz. Uzunasiga. Buni yana bunaqasiga. Bizda uchi yo'q. Nima bu? Piramidami? Bilmayman, короче. Shunaqa narsa paydo bo'ladi. Bu yopishganda mana bunaqa yopishadi. Endi ikkinchisini ham xuddi shunaqa kesib olamiz. Pag'inali. Bittasini kesib bo'lganinglardan keyin bir xil bo'lish uchun ikkinchisini ustiga qo'yib kesib olsanglar bo'ladi. Ikkita chast tayyor bizda. Ana endi bularni mana bunaqasiga yopishtiramiz. Вот и всё. Yaxshilab qotib olish uchun ozginaga qo'yib qo'ysanglar, ustiga narsa bostirib. Bitta shilchoq bizda sразу qotib qoladi, chunki biz fokusnikmiz. Xo'p, mazgili. Qizili и ko'ki yopishtirib oldim. Ikkita uchiga surasizlar kleyni, bo'lmasa o'rtachaga surib olsanglar, karta bunaqasiga almashmaydi. Almashish kerak bu. Chertgan paytinglarda almashadi bu. Endi, например, qizil ichkari taraf turibdi. Bu yerda mana qizilning ichi ko'rinib turibdi. Mana shu ichini bitta tarafini faqat qizilga bo'yab olamiz. Ikkinchi tarafi bo'lsa oq bo'lib qolaveradi. Давайте. Tez влажный умер. Влажный. Бля. Не. Bella, ehtiyot bo'lib qilinglar shuning uchun. Shunaqa ham rukojob bo'lamanmi, ha? 2 soatdan beri o'tiramiz. Shuncha tayyorlagan narsamni bitta chizig'i bilan ketimga tiqdim. Okey. Buvayt. Bo'ldi. Bir qizlar bu serchani ko'rsa qochadi-yu. Bo'pti senga deb. Men pastdagi chizig'i ko'rmadim deb turinglar, shunaqa rukojob ro'man ozgina.
Короче, demonstratsiyasi sizlar tarafdan qanaqa ko'rinadi? Oldiga faqat serdichka tarafini ko'rsatasizlar zritelga. O'zingizlarga orqa taraf qarab turadi. Xo'p, cherchdan oldin yaxshilab qayirib olasizlar. O't bizada serdichka tarafi, bu yoq oppoq taraf. Yaxshilab qayirib olasizlar-da. Undan keyin oq tarafini birinchi ichkariga qo'yib qo'yasizlar. Oq taraf turibdi. Ushaysizlar. Chertgan paytingizda qaranglar nima bo'ladi. Mana bunaqasiga qizil tarafi aylanadi. O't oq turibdi. Chertgan paytingizda bundoq bo'lib qizili aylanadi. Tushunmaganlar uchun. O't turibdi. Endi sizlar shunaqa chertishinglar kerak qattiq, mana qizil oqni ichiga bundoq o'tib qolishi kerak. Tushundinglarmi? Logikani ushlab turibsizlar, chertasizlar, o'tadi. Tashqari tarafga bu mana bunaqa ko'rinadi. O't oq tarafi turibdi. Chertasizlar, qizil tarafi ichiga o'tib qoldi. Endi tushungan bo'lsanglar, like ham xuddi shunaqa qizartirib qo'yinglar. Bitta like bosib qo'yasizlar. Like qip-qizil qizartirib qo'yasizlar akajonlarim. Bo'ldi bo'lmasa, ikkinchi fokusga o'tamiz mazgiylar. Sehrli so'z ayt. Shamollaganman. Ana endi ikkinchi fokusni sekretiga o'taman. Demonstratsiyasini qilishdan oldin bolalar sizlarga bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Hozir ikkinchi fokusni men Instagramda qilganman. Qizlar reaksiyasini ham ko'rgansizlar. Agar Instagramni bilmasanglar, pastda silka bor, kirib tashlab qo'yasizlar Instagramga. Instagramda qilgan fokuslarimni sirlarini hammasini YouTube kanalimda ketma-ketlik bilan sekretini ochib boraman. Va pastda Telegram kanalimda ham silkasi bor. U yerda sizlar lichniy hayotimni ko'rsanglar bo'ladi. Nimalar qilayotganim, backstage'lar va nima yeyishimdan tortib, endi cho'milayotganimni qo'ya olmayman обязательно. Так что Instagram bilan Telegram kanalimga tashlab qo'yamiz. Shahri tayyormisan? Bo'ldi. Fokusni qo'y qanaqa qilganimni birinchi ko'rishsin. Kalkulyatorga miyachangga kelgan xohlagan sonni o'zing yozib ber. Bo'ldimi? Yetadimi? Vнимательно qarab turasan. 1 2 3. Qizlar reaksiyasini ko'rdinglar, hayron qolgan. Bu fokusda sizlarni dil izhorlaringlar, ya'ni I love you degan yozuv bilan bo'ladi. Da bu bu so'z eshitgan qizlar hamisha bir xursand bo'lgan. Endi sam. What? Bu so'z eshitgandan keyin qizlarning har doim yuragi erib ketadi. O't kelasizlar. Mana xuddi shunaqa navbatda rasm bor. Hozir buni qanaqa qilib yasashni ko'rsataman. Kamerani mana shunday qo'yib ber. Undan bahra oling. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. Birinchi bo'lib kalkulyatorga kirasizlar-da, bo'sh holatida skrinshot qilib olasizlar. Skrinshot qilganingizdan keyin mana shu skrinshotni xohlasanglar, shotni o'zidan yoki istoriyaga kirib redaktorga chiqib olsanglar bo'ladi. Vaqtini o'chirasizlar, zaryadkalarni o'chirasizlar, 0 ni o'chirib turib I love you degan yozuvni yozasizlar. Shunda sizlarda mana bunaqa kartinka paydo bo'ladi. Vot. Xuddi shunaqa. Vot, galereyaga kirib olganingizdan keyin tepadan kalkulyatorni tushirasizlar-da. Tushirganingizda qizga aytasizlar. Например, xohlagan soningni yozib ber. Например, menga 555 yoqadi. Siz aytasiz, menga 69 raqami yoqadi deysizlar, например. Va barobarni bosamiz. 7524 soni chiqdi. Kalkulyatorni aylantirasizlar-da. Aylantirayotgan paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, foto turibdi. iPhone'da shunaqa narsa bor. Bundan oldinga kirgan prilojeniylarni saqlanib qoladi. Mana shu fotoni qo'linglar bilan bekitib turib, aylantirayotgan paytda nezametni как bildirmasdan opetib bosib qo'ysanglar, как I love you degan yozuvga o'zgaradi. Agar повторdan qiladigan bo'lsak, yozuv turibdi. Kalkulyatorga kirib oldinglar, unga ko'rsatmasdan kirasizlar. Kalkulyatorga kirdinglar. Mana men senga fokus ko'rsataman. Например, xohlagan soningni yoz. Yozdi, sizlar yozasizlar, yana yozasizlar, barobar bosasiz. Вот 10800. Bu sonni meni eslashtiribdi. Hech narsani deydi u. Undan keyin вращение, bu yerda I love you degan yozuv chiqadi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, menda moment переход juda ham tez o'tyapti. Bu переходni tezlashtirish uchun agar qilib ko'rsanglar, bilib qolasizlar bu narsani, universalniy dostupga kirasizlar, настройкадан движениyaga o'tasizlar. Движенияni o'chirib qo'ysanglar, bu переход qanaqa bo'ladi? Hozir ko'rasizlar. Настройкаga kiramiz. Sonni yozgandan keyin, foto turibdi. Ko'rasizlarmi o'zi qanaqa o'tadi bu narsa? Mana shu opetib o'tayotgan переходni yo'qotish uchun настройкадан уменьшение движения degan joyini opetib yoqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Ko'rib tushunganinglardek, bu fokus uchun sizlarga faqatgina iPhone kerak bo'ladi. Boshqa telefonda qila olmaysizlar. Ana endi demonstratsiyasini men sizlarga ko'rsataman. Endi sizlar qiz bola bo'lib berasizlar-da.
Yaxshi qiz bir minutga men sizga fokus ko'rsatmoqchiman. Qarang, o'zingiz xohlagan 3 xonali sonni yozing. 69 69. Xo'p. 69 69. Men xohlagan sonim bu 78 78. Qo'shamiz. 78 78. Barobari bosadigan bo'lsak, bizda 14847 soni paydo bo'lyapti. Shu son sizga nimadir eslatmayaptimi? Yo'q, hech narsa. Hech narsani eslatmayaptimi? No, bu son bizning sevgimiz ramzi bo'lishi mumkin. Diqqat bilan qarab turasiz. Son va pam. I love you. Bilasizmi? Men sizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim va siz mening yuragimdan joy egalladingiz. Agar xo'p deydigan bo'lsangiz, qolgan umrimni siz bilan o'tkazsam deb mana shunaqa qilib qararashlik qilasizlar. Krashlik qilasizlar. Menimcha tushundinglar degan umiddaman. 3-fokusga o'tamiz bo'lmasa. G'ofir, Sobir, Jamshid, Kamron hali ham like bosmadilaringlar. Hatto shuncha yuragimni qiynab, jismoniy charchab, sizlarga sekretlarni topib o'rgatib o'tiribman. Shuncha o'rganib, vijdon qiynalmayaptimi? Shunda like-ga, spachga, podpiskaga kalla qo'yasizlar-da. Va biza 3-fokus sekretiga o'tamiz. Paynali. 3-fokus uchun magazinda, bozorda, kiyinganda farqi yo'q. Hamma joyda chek beradi bilsanglar. Mana shu chek bilan qilsanglar bo'ladi. Например, shopping qildinglar birga yoki birga bozor qildinglar va cheki ortib qoldi. Va sizlar uchun life hack, mana shu chekdan ham foydalanib, qizni qo'ynidan joy olib olish mumkin. Uning uchun bor yo'g'i bitta chekka olasizlar-da. Mazinli kley bor. Вот. Shu mazinli kleyga yozish ko'rsataman hozir. Endi bu kley hamma joyda bo'lsa kerak menimcha. Ustiga o'zingiz yozmoqchi bo'lgan natpis yozasizlar. Например, uni ismi Molu. Molu deb yozdinglar. Ana endi ozgina qurib olishini kutasizlar. Qurigandan keyin bizga kerak bo'ladi. Zajagalkani yoqasizlar и yurg'izadigan bo'lsanglar, mana Molu, uni ismi ko'rindi. Ana endi buni romantikroq qilmoqchi bo'lsanglar, uzunroq cheklarga I love you deb yozasizlar yoki men seni sevaman sig'dira olsanglar, mana shunaqasiga uzunasiga yozasizlar-da. Men seni seviyorum. Men senga oshiq bo'ldim yoki fransuzchasiga te amo, ruschasiga я тебя люблю. Что угодно. Xohlasanglar ismini yozib hayron qoldiringlar yoki men seni sevaman deb sevishinglarni neobычный yo'l bilan yetkazinglar. Yana bir marta fokusga qanaqa qilishni demonstratsiyasini hozirlarga ko'rsataman. Qizinglar bilansizlar. Bozor qilib bo'ldi-ku, to'g'rimi? Chekini bitta berasan. Chekiga uzishlar yozib qo'ygansizlar hamma narsani. Aytgancha senga bitta gapim bor. Qara. Hozir qilgan bozorimizni cheki, to'g'rimi? Pastidan ushlagan. Aha, diqqat bilan qarab tur. Jonim. Oh my god. I love you. Men seni juda ham sevaman. Sen meni qalbimdagi g'unchamsan. Sendakasini hali uchratmaganman. Voy! Shahri, unaqa qiliqlaringni qilma menga. Bu I love you. Men rol o'ynab beryapman, okey? Nuf. I love you. 3-fokusimiz mana shunaqa необычный olovlar bilan dil izhori edi. Так что bolalar, fokuslar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yoqdi deb yozib qo'yasizlar. Agar ikkinchi qismini kutayotgan bo'lsanglar, обязательно 55600 ta like yig'ishinglar kerak va biz ikkinchi qismini chiqaramiz. Podpiska bosib qo'yishni ham esdan chiqarmanglar. Yana bitta gapim bor sizlarga. Eslasanglar, maktab uchun 3 ta fokus sekretini chiqargan edim. Ko'rmagan bo'lsanglar, mana tepada turibdi. Kirib bu fokuslarni ham o'rganib olsanglar bo'ladi. Bu videoda aytdim. O'rganib Telegram kanalimga menga tashlab beringlar. Chatimga ko'rayman qanaqa o'rganganinglarni dudim. Tashlaganlar bo'ldi. И также mana pastda Telegram kanalim bor. Kirib podpis tashlab qo'yib, o'rganib, demonstratsiyasini qilib menga chatimga tashlasanglar bo'ladi. Bu videoda ham xuddi shu gap. Yaxshilab o'rganinglar, tayyorlaninglar. Uydagilarga ko'rsating. Men jangariman, jangchiman. Menga jang beringlar. Oktagonlarga. Uydagilarga ko'rsatinglar. Tayyor bo'lganinglardan keyin chiqib qizlarga bemalol ko'rsatsanglar bo'ladi bu fokuslarni. Menga kerak emas bu. Gambitdan o'rganibdi-da, gambit chala o'rgatgan, gambit o'zi o'rgatishni bilmaydi. Tudim, meni pastavit qilmanglar. Men o'rtada turib qolmayman. Men bir past inson bo'lib qolmayman. Tak что meni yuzim silib bo'lsizlar, yaxshilab o'rganib, keyin ko'rsatinglar. Tak что bolalar, va'daga vafo qilib men fokus sekretlarini ko'rsatdim. Ana endi u yog'i sizlardan like ga spachga qo'yib 55 ming ta like yig'asizlar, ikkinchi qismini chiqaraman. Podpiskaga kalla qo'yasizlar va biz tezroq 200 ming bo'lishimiz kerak, 300 ming, 400 ming va 1 millionga chiqib tilla knopkani ham olamiz.
Kumush knopkani keyingi videolarda olganimdan keyin ko'rsataman. Birinchi bo'lib Instagramda aytaman mana. Pastga tushib Instagramga ham podpis tashlab qo'ysanglar bo'ladi mazgilar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men Gambitman. Sizlar mazgiysizlar. Paginale.